Agar birodar Alloh sen bilan birga bo'lsa, shubha qilma, sen eng kuchli odamsan. Katta bir qudratli boy mamlakatni podshohini tasavvur qiling. O'g'li bor. O'zini yurtida qanday yuradi boyga shahzoda? Zavodga boradi, fabrikaga boradi, bozorga boradi, tashkilotga boradi, o'zini azizligini his qiladi. Uni azizligi nimadan quvvat olyapti? Otasidan, podshohdan. O'zini quvvatini, azizligini podshohning azizligi bilan bog'liq ekanligini biladi, shuni his qiladi. Shuning uchun sizni azizligingiz, birodar, Alloh bilan birga bo'lganingizda. Siz o'zingizni aziz deb biling, chunki siz aziz bo'lgan, al-Qahhor bo'lgan Allohning bandasisiz. Shuning uchun bizning azizligimiz millatimizni qanaqaligi, qaysi yurtda yashaganligimiz, pulimizni qanchaligi, mingan mashinamiz, ushlagan telefonimiz bilan emas. Bizning azizligimiz Allohning bandasi ekanligimiz bilan. Biz Allohning qulimiz, shu bilan o'zimizni aziz deb bilamiz. Bizni Robbimiz aziz, g'olib bo'lgan, al-Qohir bo'lgan zot. Bizning azizligimiz Robbimiz bilan bo'ladi. Agar Robbimizdan uzoq bo'lsak, xor bo'lishimizda shubha yo'q, birodar. Odam bolasi borki, kimnidir yaxshi ko'radi, kimnidir yomon ko'radi. Nimanidir yaxshi ko'radi, nimanidir yomon ko'radi. Bu insonning tabiatidagi bor narsa. Endi ulug'lik nimada? Oqillik nimada? Ulug'lik kimni yaxshi ko'rishingizda, nimani yaxshi ko'rishingizda. O'lchov tushunchada. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Allohga intilamiz. Alloh bilan birga bo'lishga harakat qilamiz va mana shu Alloh bilan birga ekanligimizdan o'zimizni aziz deb bilamiz. Pulimizni qanchaligi muhim emas. Payg'ambarimiz aytganlar, mo'min odam o'zini xor qilib qo'ymasligi kerak. Sizni pulingiz yo'qligi uchun puldorlar masxara qilsa indamay turibsizmi? Siz noto'g'ri ish qilyapsiz. Siz piyoda kelsangiz, boshqalar mashinada kelib sizni masxara qilib xor qilyaptimi? Bunga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni uni qo'lida dunyosi bor, uni qo'lida mansabi bor, u xor qilishga haqqi bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizni ham tanimabsiz, Robbingizni ham tanimabsiz. Bizning azizligimiz nima bilan ekan? Mo'min kishi avvalambor Allohni yaxshi ko'radi. Hamma bilan muomala qiladi, lekin qalbi kim bilan bo'ladi mo'minni? Alloh bilan bo'ladi. Qahr sifati Alloh taoloning mutlaq komillik sifatidir. Qahr degani, birodarlar, biz o'zbek tilida qahr qilsa nima deymiz? Zulm qildi. Yo'q. Qahr degani, birodarlar, bu g'oliblik degani. Alloh taolo bir qavmning ustida qahr qildi degani, Alloh taolo bir qavmning ustida g'olib bo'ldi degani. Al-Qohir bo'lgan Alloh azza va jalla bu g'olib bo'luvchi bo'lgan zot. Hukmini o'tkazuvchi, bo'yin sundiruvchi, xor qiluvchi, yenguvchi komil zot. Al-Qohir degani shu. G'olib, hukmini o'tkazuvchi, bo'yin sundiruvchi, xor qiluvchi, yengiluvchi bo'lgan zot. Al-Qohir. Alloh taolo qahr qiladi. Zolimlarga, haddidan oshganlarga, tog'iylarga. Masalan, bir insonda kuch-quvvat bo'ladigan bo'lsa, u yaxshi odamga ham, yomon odamga ham qahr qilishi mumkin. O'ziga yaxshi odamni ham, yomon odamni ham bo'yin sundirishi mumkin. Yaxshi odamda ham, yomon odamda ham xor qilishi mumkin. Ammo Alloh azza va jallaning al-Qohir sifati, qahr qilish sifati faqat tog'iylarga, haddidan oshganlarga bo'ladi. La ilaha illa antal qaviyul vahid. Sendan o'zga iloh yo'q, sen quvvat egasi, yagonasan, sendan o'zga haq ma'bud yo'q. Bizning iymonimiz komil, birodarlar. Beradigan ham, oladigan ham Alloh. Aziz qiladigan ham, xor qiladigan ham Alloh. Yana shu bilan birga Alloh taolo odil zot, rahimli zot, biluvchi zot, komil zot. Mana hozirgi zamonda siz bilan bizning davrimizda ummat islomiyani holiga nazar soladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ummat aziz emasligini ko'ramiz boshqa ummatlarning oldida. Vaholanki bu ummatning qo'lida vahiy turibdi, Qur'on turibdi, Rasulullohning ta'limoti turibdi. Shunday bo'lsa ham zaif. Ana shu zaiflik uchun boshqa millatlar, boshqa xalqlar musulmonlardan yuz o'girishadi. Musulmon odam quvvatli bo'lish kerak. Allohning mana shu ismidan bizda qanday bir ulush nasibi bor. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa va aslaha fa ajruhu ala Alloh. Ayrim dinlar bor, shariatlar bor. O'ng betingga ursa, chop betingni tutib ber deydi.
Yo'q, bu haq emas bu. Alloh taolo nima deydi mu'minlar haqida? Ular o'zlariga zulm yetganda unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Ya'ni har bir yomonlikning o'ziga yarasha jazosi bor degani. Endi kim intiqom olishga qodir bo'lgan holda avf qilib o'rtani tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qiluvchilarni sevmas. Qarang. O'ng betingga ursa, chop betingni tutib ber deydi. Voy. Uraveradi unda. Chop betingga urganiga o'ng betingni tutib berasan, uraveradi u. Islom birodarlar bu narsani qoralaydi. Chunki musulmon odam zulm bo'lsa, shu narsani kurashib to'xtatib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar u: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kimlar oranglarda bir munkarni ko'rsa, ya'ni zulmni ko'rsa, qo'lidan kelsa, qo'li bilan to'xtatsin borib. Ya'ni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, quvvati kuchi yetsa borib qo'li bilan to'xtatsin zulm qilayotgan odamni. U o'ng betiga ursa, nariga zulm ko'rayotgan chop betini tutib berish kerak emas. Musulmon odam quvvat yetadimi, kuchi yetadimi, qo'lidan keladimi, shu zulmni tiyishlikka harakat qilish kerak. Salohiddin Ayyubiyni eslab hammamiz faxrlanamiz birodarlar. Salbchilarning 27 ta qo'shini mag'lub qilgan. Quddus sharifni fath qilib kirgan. Xutba o'qib, xutba qilib, Qur'on oyatlarini tilovat qilib, zolimlarning davri tugaganligini e'lon qildi. Zolimlarning davri tugaganligini e'lon qildi. Birodarlar, qahr zolimlarga bo'ladi. Yaxshi odamlarga qahr bo'lmaydi. Alloh taolo komil zot, Alloh taolo quvvatli, odil zot. Alloh taoloning komilligi yaxshi odamlarga qahr qilishdan man qiladi. Qahr faqatgina haddan oshganlarga bo'ladi. Endi musulmonlarga ham Allohning qahri keldi deymiz. Yer qimilladi, balo bo'ldi, yomg'ir yog'di, qor yog'di, issiq bo'lib ketdi. Akalar, bu qahr emas, bu tarbiya bu. Qahr haddan oshgan zolimlarga bo'ladi. Endi mu'minlarga nimaga keldi bu? Qahr deyilmaydi bu. Bu shifo deyiladi. Tavba qilishmay qo'ydi, Alloh taolo o'zini eslatdi. Banda gunohi ko'payib ketib, Allohga qaytib istig'for etmay qo'ydi, Alloh taolo bir dard berdi. Boyligini olib qo'ydi, sog'ligini olib qo'ydi. Qo'yingki, unga yoqmaydigan ishni berdi. Bu uchun shifo edi. Ey bandalarim, deydi Alloh taolo. Berganim mukofot, man qilganim jazo emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Shifo, gunoh degan kasaldan shifo. Alloh lafzi bilan ala so'zi birga kelishi ilzomi zotini bildiradi. Astagfirullah. Va ma min dabbatin fil ardi illa ala Allohi rizquha. Ala Allohi. Ya'ni ala kalimasi Alloh kalimasi bilan birga keldi. O'rmalagan narsa borki, barchasining rizqi Allohning zimmasidadir. Allohning zimmasiga. O'rmalaganki narsaning rizqi. Lafzi jaloli bo'lgan Alloh so'zi. Agar ala lafzi bilan kelsa, mana shu komillikni Alloh taolo o'ziga lozim qilganini dalolat qiladi. Ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lish Allohning zimmasida, rizqlarni yetkazib berishlik ham Alloh taoloning zimmasida. Mana shu oyat bilan siz bilan bizni qalbimizga Alloh taolo taskinni, xotirjamlikni joylab qo'ydi. O'rmalagan narsaki bor, rizqi meni zimmamda deyapti. Har safar aytsam kulasizlar. Benzin 2 so'm tushdi. 2 so'm tushdi. Nima aytmayapsizlar? 100 so'm bo'ladimi benzin? 200 so'm bo'ladimi benzin? Seni rizqing Allohning zimmasida. O'sha 500 so'mchi beradi o'sha benzinga yarasha pul. Ishonaver birodar. Agar shu oyatni sen his qilsang, tushunsang va qabul qilsang, tirikchilik masalasini sen g'am qilmaysan. Muhimi sen mehnatni qilyapsan, Alloh aytgan sababni qilyapsan, undan keyin nima bo'lar ekan deb g'am qilma. Sen haligi formuladagi plus minuslar to'g'ri qil, tengni Alloh chiqarib beradi. Sen bu yerda adashmasang bo'ldi. O'zi bu yerda kasha qilib qo'ygansan. Endi tengni bossang chataq chiqsa, ana ko'rdingmi? Ha, bu yerda chataq qiluvdingda. Qana bo'lar ekan? Nima bo'lar ekan? Yana 1 yil krizis bo'lar ekan. Ya, Xudoning aytgani bo'ladi. Chunki Alloh o'zini zimmasiga olganligini aytayapti. Allohning zimmasiga, alalloh. Nima Allohning zimmasiga? O'rmalaganki narsaning rizqi.
O'malagan aqli yo'q jonivorni rizqini bergan Alloh, aql hushi joyida Alloh deyotgan solih bir mo'min bandasini rizqsiz qo'yib qo'yadimi? Shuning uchun bitta qoida, yigitlar. Siz bola chaqangizni rizqini qilib bera olmaysiz. Siz bola chaqangizni odobini, axloqini, iymonini, tarbiyasini qilib bera olasiz. Rizq kimning zimmasida ekan? Qaranglarda, o'g'il bolalar, erkaklar, bizni ko'chada yurib pul topishimizdan bitta maqsadimiz bola chaqamni mendan keyin nima bo'lib qolmasin? Qiylanib qolmasin. O'g'illariga chek olib qo'yadi, uy solib qo'yadi, nevaralarga ham chek olib qo'yadi. Lekin tarbiyasi bilan ishi yo'q bolalarini. Shundaylarmi qoidani? Sizlar bola chaqanglarni rizqi ro'zini qilib bera olmaysizlar. Sizlar ta'lim tarbiyasi, iymon e'tiqodi, ilm ma'rifatini qilib bera olasizlar. Shuni qilinglar, u yoq Allohning qo'lida. Al-Qohir so'zining ma'nosi. Al-Qohir so'zi qahara, yaqharu, qahron ismi foili. Va qahartu shay'a. Bir narsaga qahr qildim, ya'ni bir narsaning ustidan g'olib bo'ldim. Uni majbur qildim, undan baland keldim, yengdim, mag'lub qildim. Ya'ni qahr bilan oldim. Ular rozi bo'lmasa ham shu hukmimni o'tkazdim. Mana shu qahr so'zining ma'nosi. Imom Termiziyda kelgan Abu Hurayra roziyallohu anhu hadisida Ya'juj Ma'juj haqida aytib payg'ambarimiz aytadilar. Ular aytishadi: Ya'juj Ma'juj qaharna man fil ard va alawna man fis sama qaswatan va uluwa. Ya'juj Ma'juj yer yuzini tamomiy egallab bo'lganidan keyin yerdagilarga qahr qildik. Ya'ni ularni xor qildik, majbur qildik, bo'yin sundirdik. Osmondagilardan oliy bo'ldik. Ya'ni qattiqlik va oliylik jihatidan ishadi. Demak, birodarlar, qahr degani bo'yin sundirish degan ekan. Alloh taolo qahr qilar ekan kimga? Zolimlarga, tog'iylarga. Mana shu ismdagi bir muhim nuqtani aytib o'tamiz. Alloh azza va jalla faqatgina haddan oshganlarga qahr qiladi deb aytdik. Kibrga ketgan, haddidan oshgan, zo'ravonlik qilayotgan, haloyiqqa zulm qilayotgan, mana shunday insonni ko'rganda albatta norozi bo'lasiz. Ammo ana shunday haddidan oshgan odamni nohaqligini, tajovuzini yo'q qilgan quvvatni ko'rganda qalbingiz xotirjam bo'ladi. Bopladi deysiz. Bopladi deysiz. O'zi shunga loyiq bo'lib qoluvdi. Ha, bechora demaysizda. Demak, Alloh taoloning Al-Qohir ismi sizni qalbingizga xotirjamlik beradi. Xotirjam bo'ling. Haddidan oshganda Alloh taolo o'zini o'rniga qo'yib qo'yadi. Mana shu Al-Qohir ismining ma'nosi, birodarlar. Al-Qohir ismining siyg'ai mubolag'asi Al-Qahhar. Al-Qohir qahara fe'lining ismi foili. Al-Qahhar esa Al-Qohir ismining siyg'ai mubolag'asi. Al-Qohir qahr qiluvchi. Al-Qahhar haddidan oshganlar har qancha kuchli bo'lsin, har qancha ko'p bo'lsin, Alloh baribir ustidan g'olib degan ma'no. Adadni, kamiyatni, ya'ni sanoq bilan miqdorni bildiradi. Sharqda bir katta mamlakat bor edi 30 yil avval. Yer yuzini 5 marta yo'qib tashlashlikka kifoya qiladigan yadrli bombalar, yadrli qurollari bor edi. Atom bombalari bor edi. Alloh ularga qahr qildi, yo'q bo'lib ketdi. Bilasizlarmi, millionlagan odamlarning qonini oqizishlik evaziga zulm bilan, qahr bilan Sovet ittifoqi degan davlat tuzilgan edi. Siz bilan bizni dinimizni yo'q qilishga 70 yil harakat qilgan, masjidlarimizni yopgan, qo'yxona qilgan, novvoyxona qilgan, ulamolarimizni quloq qilib qolmagan, boshqalarni otib o'ldirgan, kitoblarni kuydirgan Sovet hukumatı 3 ta odam o'ldi, shu bilan yo'q bo'lib ketaverdi. Hech kimning kuchi yetadi deb o'ylashmas edi. Yo'q bo'lib ketaverdi. Alloh taolo Al-Qahhar bo'lgan zot ekan. Hech kim yenga olmaydi, hech kimning kuchi yetmaydi deb turilgan tomonni Alloh taolo mag'lub qilib qo'yishga qodir ekan. Kibrga ketgan, o'zini yo'qotib qo'ygan, haloyiq aziyat yetkazib huzur oladigan, odamlarga zulm zo'ravonlik qilish bilan rohatlanadigan, nohaq qon to'kadigan tog'iylarning oqibati nima bo'lgan bilasizlar? Fir'avnning oqibati nima bo'ldi? Ehtimol 100 yil yashagandir, zo'r, lekin oqibati nima bo'ldi? Namrudni-chi? Qorunni-chi? Haddidan oshgan Od qavmining ahvoli nima bo'ldi? Man ashadda minna quvvat deyishgan edi.
ularga teng keladigan, bas keladigan kuch qolmaganida, yerda hammani bo'yinsundirib bo'lishganida, kimni kuchi yetadi bizga deyishgan edi. Bizga hech kimni kuchi yetmaydi degan edi. Alloh taolo nima qildi? Sahhara alayhim sab'a layalin va thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiya. Shamol keldi. 7 kecha 8 kunduz esdi, xuddi yerdan yulib olingan xurmo daraxtlarga o'xshab tashadi. Boshini uzib devorga urib, toqqa urib pachag'ini chiqarib tashadi. Alloh taolo aytdi, axir ular bilishmasmidi? Alloh hamma narsadan kuchli, hammadan qudratli ekanligini. Atrofingizni qarab ko'ring-da. Siz ham topasiz. Qo'lida kuchi bor paytida, quvvati bor paytida, mansabi bor paytida odamlarga jabr zulm qilib haddidan oshganlar oqibati qanaqa bo'ldi? Ma kattalardan so'raylar-da yoshlar. Hech narsa bo'lmayotganga o'xsharadi, yuribdi hech narsa olmasdan shuncha odamga ham zulm qilsa, sen shoshmay tur. Sen shoshmay tur. Oqibati nima bo'lishini ko'rasan. Hamma narsa birodarlar Alloh taoloning qahri va hukmronligi ostida. Astagfirullah. Mattahadallohu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd. Subhanallohi amma yasifun. Allohning bolasi yo'qdir va u zot bilan birga biron iloh bo'lgan emasdir. Aks holda albatta har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan ketib, bir-birlaridan ustun bo'lib olur edilar. Ya'ni har bitta iloh o'zini hukmini o'tkazish uchun harakat qilar edi. Natijada osmon yer buzilib ketgan bo'lar edi. Alloh ular aytayotgan shirklardan pokdir. Alloh taolo bo'lishi mumkin bo'lgan ishlar har bittasiga qodir. Bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsaga qodir. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Mana Alloh aytayapti, agar iloh ikkita bo'lganida, bitta iloh ikkinchi ilohdan ustunlik qilaman debda borliq yo'q bo'lib ketar edi. Bu borliq turishi uchun iloh bitta bo'lishi shart. La ilaha. Allohdan o'zga iloh yo'q. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Buni soddaroq misol bilan tushuntiramiz. Siz yo tirik bo'lasiz, yo o'lik bo'lasiz. Bir vaqtning o'zida ham o'lik, ham tirik bo'la olmaysiz. Mana bir vaqtning o'zida siz ham o'lik, ham tirik bo'la olmaysiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yo tirik bo'lasiz, yo o'lik bo'lasiz. Shuning uchun aytayapmiz, Alloh taolo bo'lishi mumkin bo'lgan har bir narsaga qodir. Bir vaqtda o'zi siz ham gapirib, ham jim tura olasizmi? Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Binobarin ilohni ham ikkita bo'lishi mumkin emas. Bu borliq yo'q bo'lib ketadi. Bu borliq bo'lmaydi agar iloh ikkita bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun Allohdan so'rayotganda nozik narsa. Bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsani so'rang, Alloh har narsaga qodir. Bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday narsani so'rang, siz unga qodir emassiz, ammo Alloh qodir. Banu Isroil dengizga taqalib qoldi oldi. 600 ming Yahudi. Orqasidan Fir'avn keldi qo'shin bilan. Endi Banu Isroil qirilib ketishligi aniq bo'ldi. Alloh ularni qutqarishga qodirmi? Qodir. Bo'lishi mumkinmi bu ish? Bo'lishi mumkin. Musa alayhisalom uchun dengizni yorish mumkin emas. Ammo Alloh uchun mumkin. Bo'lishi mumkin bo'lgan ish. Dengizni yordi, chiqarib yubordi. Yunus alayhisalom balig'ning qorniga tushdi. Inson zoti uchun mumkin emas uni qutqarishlik. Lekin bo'lishi mumkin ish bu. Alloh taolo uni tiriltirib qo'ydi, balig'ni qornida o'ldirib qo'ymadi. Agar bir-biriga qarama-qarshi ikkita iloh bor bo'lganida nima bo'lardi? Biri bitta narsani xolasa, ikkinchisi boshqa narsani xolar edi. Talash tortish bo'lardi. Albatta bu holatda ikki odam bittasini g'olib, bittasini mag'lub bo'lishiga to'g'ri kelardi. Endi iloh bo'lgan zot mag'lub bo'lishi mumkin emas. Binobarin iloh ikkita bo'lishi ham mumkin emas. Alloh taolo aytayapti, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Chunki irodasini, xohishini o'tkaza olmagan taraf ojiz bo'ladi, mag'lub bo'ladi. Endi mag'lub bo'lgan, ojiz bo'lgan taraf iloh bo'lishi mumkin emas. U Alloh azza va jalla, al-Vahidul Ahad, al-Fardus Samad bo'lgan. Ulug'lik va quvvatda mislsiz bo'lgan zot. Shuning uchun birodar, biz al-Qohir bo'lgan Alloh bilan birga bo'lishimiz kerak. Shunda odamlarning eng kuchlisi bo'lamiz.
Alloh taolo o'zi haqida aytdi-yu, "Va huval qohiru fawqa ibadihi." U Alloh o'zining bandalarining ustidan g'olib bo'lgan zot. Alloh hukmini o'tkazadigan zot. Alloh azza va jalla o'zining jabaruti va qahrida hammadan ustun. O'zining jabaruti va qahrida hech kim Alloh bilan tenglasha olmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qiladi. Hadis qudsiy. Alloh taolo aytadi: "Al-kibriya'u ridai val 'azamatu izari, faman nazi'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin-nar." Kibriyo mening ridoyimdir. Ulug'lik mening izorimdir. Bas kim u ikkisidan qaysi birini men bilan talashsa, bas uni jahannamga uloqtiraman. Abu Dovud rivoyat. Birodalar, ulkan, boy, qudratli mamlakatlar bor hozirda. Ular o'zlarining ulug'ligini boshqa yerlarni xorlash ustiga qurishgan. O'zlarining boyligini boshqa millatlarni, boshqa davlatlarni faqir qilish ustiga qurgan. O'zlarining farovon hayotlarini boshqa xalqlarning hayotini vayron qilish ustiga qurgan. Bu haddidan oshgan xalqlar. Bundaylarni yer yuzida uzoq muddat davr surishi mumkin emas. Chunki davomiy bunday bo'lishi Alloh taoloning adolatiga to'g'ri kelmaydi. Alloh bor birodarlar. Alloh yakka zot. Allohning tavhidiga to'g'ri kelmaydi. Uzoqqa bormaydi bunaqalar. Biz uchun 50 yil, 100 yil, 1000 yil katta muddatga o'xshayapti. Lekin Alloh uchun bu muddat hech narsa emas. Kibriyo mening ridoyim, ulug'lik mening izorim. Bas kim u ikkisidan birini men bilan talashadigan bo'lsa, uni men jahannamga uloqtiraman. Oliylik va g'oliblik Al-Qohir ismining lavozimlaridan, ya'ni taqozosidan. Mutlaq oliy bo'lish, mutlaq g'olib bo'lish faqatgina Alloh subhanahu va taologa xos. Va huval qohiru fawqa ibadi. Alloh taolo o'zi haqida aytadi, uning o'zi bandalari ustidan g'olibdir. U zot azza va jalla barchani o'zini hukmiga bo'yinsundirgan, o'zini xohishiga bo'yinsundirgan. Uning ulug'ligi, azamatini oldida butun borliq taslim bo'lgan. Ayrim olimlar aytishadi, al-qohir xor qiluvchi, mahluqotlarni bo'yinsundiruvchi va ulardan oliy martabada bo'lgan zot ma'nosini bildiradi deyshadi. Alloh taolo o'zini mahluqotlarni xor qiluvchi dedi. Ya'ni bandalar agar hadlaridan oshadigan bo'lsa, tug'yonga ketsa, fasod tarqatishga o'tadigan bo'lsa, ularni xorlashlik bilan ularning ustidan g'olib bo'ladi. Alloh azza va jalla oliy, mahluqotlari past. Alloh taolo bo'yin sundiradi. Alloh taolo xor qiladi haddidan oshsa, lekin Alloh ana shu xor qilishligini o'zida odil va rahimlidir. Alloh taolo hamma narsani bilib turadi. Gapirsak eshitadi, jim tursak qalbimizdagini ham bilib turadi, harakatlansak buni ham ko'radi. Robbimiz faqat o'zidan duo qilib hojatimizni so'rashlikka buyuradi. Shuning uchun siz bilan bizga qiyin bo'lgan narsa Alloh uchun qiyin emas. Shuning uchun mumkin, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lganki narsani so'rashdan Allohdan uyalmaslik kerak. Shuning uchun iymon bilan yashashlik mo'minni aziz qiladi, quvvatli qiladi. Iymon bilan yashashlik bandani hayotini rohatli qiladi, hayotida rozilik bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimizni azizligimizni Alloh bilan deb bilishimiz kerak. Agar biz o'zimizni azizligimizni Alloh bilan deb bilsak, mana shu azizligimiz davomiy bo'ladi. Agar biz o'zimizni azizligimizni qo'limizdagi dunyoyimiz bilan yoki bir tanish bilishlarimiz bilan, qo'yingki mahluqotlardan birontasi bilan o'zimizni aziz bilayotgan bo'lsak, bu azizlik uzoqqa bormaydi. Alloh azza va jallaning Al-Qohir ismidan bandalar qanday ulush nasiba olishligi kerak. Astagfirullah. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mo'minlarni Alloh taolo maqtab aytadi, ular shunday zotlarki, o'zlariga zulm yetganida zulmga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlar. Mana ayrim dinlarda o'ng betingga ursa deydi, chop betingni tutib ber deydi. Bu to'g'ri emas. Alloh taolo aytayapti, meni mo'min bandalarim agar ularga biroz zulm qilsa, zulmga qarshi kurashadi. Kurashib g'olib bo'ladi, yengadi.
Shuning uchun taslim bo'lib qolish, xorlanish, suskash bo'lish, shijoatsiz, g'ayratsiz bo'lish bu mo'min kishiga yarashadigan sifat emas. Chunki mo'min Alloh bilan birga bo'ladi. Unga suyanadi, undan panoh so'raydi. Mo'minga yarashmaydi ojizlik. Chunki mo'min al-Qohir bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min al-Qoviy bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min al-G'ani, boy bo'lgan, behojat bo'lgan Allohning bandasi. Bunaqa Robbning bandasi xor bo'lishi mumkin emas. Vallazina iza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ular shunday zotlarki mo'minlar, ularga agar zulm yetadigan bo'lsa, mana shu zulmga qarshi kurashib yengadigan odamlar. Agar siz mustaqim bo'lib turib, Allohning amr nahyisida qoyim bo'lib turib, Allohni rozi qiladigan ishlarda to'yim bo'lib turib, Alloh menga yordam bermaydi, meni himoya qilmaydi deb gumonga borgan bo'lsangiz, bu gumoningiz yomon gumon. Chunki Alloh taolo o'zini mo'min bandalarni hech qachon yordamsiz tashlab qo'ymaydi, o'zini yaxshi ko'rgan bandalarni Alloh azoblamaydi. Qaytarib aytaman, Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni azoblamaydi. Ha, mo'minlar azoblanyapti-yu desa, o'zlari qilgan ishga yarasha mukofotini olyapti. Nima musibat yetsa, deyapti Alloh taolo, o'zinglar qilgan ish tufayli yetadi, yana men ko'pini kechirib turaman deydi. Ya'ni siz agar haqda tursangiz, fe'l-atvoringiz aynimagan bo'lsa, siz ustingizga hech qachon balo kelmaydi. Alloh taolo so'rayapti: "Ey, sizlar iymon keltirib shukr keltirsanglar, nima qiladi Alloh azoblab sizlarni? Allohga kerakmi? Kerak emas. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini azoblamaydi besabab. Endi keldimi bir musibat, bir sababi bor, buni qidiring." Yahudiylar bilan nasroniylar biz Allohning farzandlarimiz, Allohning o'g'illarimiz deyishar edi. Astagfirullah. Va qolatil yahudu wan nasara nahnu abnaullohi va ahibbauhu. Alloh aytayapti Qur'onda, Yahudi va nasroniylar biz Allohning suyukli bolalarimiz derlar. Ularni mana shu da'volarini Alloh taolo rad qildi. Shu oyatning davomida astagfirullah, qul falima yu'azibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman xalaq. Sizlar Allohning farzandlarimiz, Allohning suyukli aziz bandalarimiz deyapsizlar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, unda nimaga sizlarni Alloh gunohlaringlar sababli azoblaydi? Yo'q, sizlar ham Alloh yaratgan boshqa bandalar qatori bandasizlar. Mana shu oyatdan Imom Shofiy istinbot qilib aytadiki, Alloh o'zining yaxshi ko'rgan bandalarini azoblamaydi. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini besabab azoblamaydi. Ishingiz yurishmayapti, sababini qidiring. Dardingizga shifo topilmayapti, sababini qidiring. Molingiz musodara bo'ldi, sababini qidiring. Robbimiz aytayapti: "Ey, shukr keltirib iymonli bo'lsang, men nima qilaman azoblab seni?" Endi bir musibat keldimi? Alloh aytayapti: "O'zingizlar qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli keladi", deyapti. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Qur'onda kelgan qissalar bu kim uchun keltirildi? O'tib ketgan ummatlar uchunmi? O'lib ketganlar uchunmi? Yo'q. Qur'ondagi qissalar siz bilan biz uchun keltirildi. Ana shu qissalarni eshitib, undan xulosa ibrat olishing uchun. Ahmoq odam bilan aqlli odamning farqi bor. Ahmoq odam bir xatoga yo'l qo'yib, adavini yeb, shu xatosidan dars oladi. Ahmoq o'zining xatosidan dars oladi. Aqlli odam o'sha ahmoqning xatosidan dars olib qo'yaveradi. Tushunarli bo'ldimi? Ahmoq bo'lgandan keyin yana ahmoq bo'laveramiz. O'sha bitta tushgan chuqurda yana qaytib bosaveramiz oyog'imiz bilan. Bular bilan yurma bolam, bu yaxshi odamlar emas, sherik qilib olganlar deb otangiz aytdi, domlangiz aytdi. Ay dedingiz, yurdingiz, bilmaysizda bularni kimligini. Adavingizni yedi, yana ajramaydi-da. Xo'p, demak, Qur'on qissalari. Undan siz bilan biz ibrat olishimiz uchun Alloh taolo keltirdi. Endi mana Alloh taoloning qahri haqida va Alloh taoloning g'olibligi haqida kelgan mana qissalar. Allohning qahri va uning g'olibligi haqidagi qissalar. Siz bilan biz Alloh subhanahu va taoloning mo'min bandalari qatori
bo'lishi mumkin bo'lgan narsani Allohdan so'rashdan uyalmasligimiz kerak. Ya'ni siz uchun mumkin emas, siz uchun mushkul, lekin Alloh uchun hech narsa emas bu. So'rang. Bo'lishi mumkin bo'lgan narsani Allohdan so'rang. Chunki bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa ham bo'lishi mumkin-da, masalan. Nima degani bu? Alloh o'ziga o'xshagan ilohni yarata oladimi desa, bu savolga javob berilmaydi. Chunki ikkita iloh bo'lishi mumkin emas. Alloh o'zi ko'tara olmaydigan bitta bir katta xarsang toshni yaratishga qodirmi, qodir emasmi? Bu savolga nima deb javob bersangiz ham noto'g'ri bo'ladi. Ha desangiz ham, yo'q desangiz ham. Ha desangiz, demak teoretik Allohning kuchi yetmaydigan narsa ham bor ekanda degan fikr paydo bo'ladi. Yo'q, Alloh bunaqa toshni yarata olmaydi desangiz, Allohning qo'lidan kelmaydigan ish ham bor ekanda degan fikr keladi. Shuning uchun siz Allohdan so'rang, bo'lishi mumkin bo'lgan narsani. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsani so'ramang. Qur'ondagi Alloh taoloning qahri haqida va uning g'olibligi haqidagi qissalar. Baliq qorniga tushib qolgan Yunus alayhissalom qissasi. Bu ham qissa, ham hayotda ishlaydigan qonun. Bir odamki, tasavvur qiling, bir og'ir kasali bor. Topish tutishi ham yaxshi emas. Muammo hayotida. Ishxonasida ham ahvoli yaxshi emas. Ayoli bevafo, farzandlari noqobil. Mana muammo. Rostmona muammo. Puli yo'q, dardi bor, ishxonada obro'yi yo'q, xotini vafodor emas, farzandlari noqobil. Mana shu odam aytadiki, eng katta muammo menda deydi. Haqiqatan qarasangiz, muammosi kichkina emas. Endi mana shu odamni tasavvur qiling. Katta kitni qorniga tushib, suvtaga kirib ketdi. Endi uni mana shu muammosini oldida tevada qolgan muammolar muammo bo'ladimi? Mana endi baliqning qoniga tushib qoldi. Yuqorida aytilgan muammolarning birontasi uni oldida muammo bo'lib ko'rinadimi? Yunus alayhissalomni baliq yutib yubordi. Nima tufayli? O'zini qilgan xatosi tufayli. Aytyapmiz-ku, Alloh o'zining mo'min bandalarini azoblamaydi. Besabab. Yunus alayhissalom Alloh yaxshi ko'rgan bandalardanmidi? Payg'ambar edi, yaxshi ko'rar edi. Endi nimaga bu musibat tushdi? Ana shu qavmini, Naynavo qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashlab chiqib ketgan edi. Mana xatosi uchun baliqning qorniga tushdi. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun degan gaplar gapirilmay qo'ydi. Banda xotirjam bo'l. Boshingga musibat keldimi? Albatta bir sababi bor buni. Faqat qidir. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Yunus alayhissalom qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Ey Xudo, meni nimaga baliqning qorniga tushirib qo'yding demayapti. O'zimga o'zim zulm qilib oldim, o'shuning uchun baliqning qorniga tushdim deyapti. Farzandingiz noqobil bo'lgan bo'lsa, farzandingizni malomat qilavermang ota. Chunki uni shunaqa bo'lishiga eng birinchi javobgar va mana shu bir noqobilligiga xizmat qilgan odam sizsiz. Ehtimol halol haromiga qaramasdan olib kelib yegizgandirsiz. Ehtimol ota-onangizni dilini og'ritgandirsiz. Ehtimol haloyiqlarning haqqini yeyotgandirsiz. Ehtimol qarg'ish olgandirsiz. Qanday balo kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchi oyda bolasiga o'xshamaysan? Demang amaki. Ma'qulmi? Aybni o'zimizdan qidiraylik-da, shikoyat ham qilmay qo'yamiz hayotda. Yunus alayhissalom qissasi bo'lib o'tdi. Mana baliqning qornidan chiqib ketdi. Shu bilan tugadimi ish? Bu oyatlarning hikmati tugadimi? Yo'q, birodarlar. Hayotda bu qissa yana takrorlanishi mumkin. Har kuni takrorlanadi. Bolangiz noqobil chiqdimi? Demak, baliqning qorniga tushdingiz, musibat degan baliqning qorniga. Ishingiz yurishmayaptimi? Topganingizda baraka yo'qmi? Musibat, baliqning qorni o'sha ham. Bularning birontasi kelmaydi mo'minga, illo o'zini qilgan fe'l atvori tufayli keladi. Bu qissa har kuni takrorlanadi, birodarlar. Mana payg'ambarimiz Yunus alayhissalomning
balada qornidan chiqib ketganligini bizga xabarni berdilar. Va najjaynahu minal g'am deydi Alloh taolo. Biz Yunus alayhisalomni mana shu g'amdan, g'ussadan qutqardik dedi. Keyin nima dedi? Va kazalika nunjil mu'minin. Biz mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Yunus alayhisalom muammosi bitdi, balada qornidan chiqdi. Tuyadimi qissa? Yo'q, davomi bor. Va kazalika nunjil mu'minin. Bundan keyin yashaydigan mo'minlarni Alloh mana shunday najotga chiqaramiz deyapti. Yunus alayhisalom qarang, analiz qilaylik qisqagina. Payg'ambar bo'lib keldi. Vazifasini bajardi, qavm qabul qilmadi, qavmini tashab chiqib ketdi. Hatto o'zidan ketdi. Balada qorniga kirdi, tasbih aytdi Allohga. Keyin chiqib ketdi. Mana shu qoida siz bilan bizning ustimizda ham ishlaydi. Zimmamizda vazifa bor, burch bor, zo'r bajaramiz yoki bir xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, albatta uning mukofoti, qo'sh tirnoq ichidagi mukofoti keladi. Endi bu musibat